qat'iy shoshmay o'tkazib olmay turing. Kommentda fikringiz men uchun juda ham qiziq. Iltimos yozib keting. Narxi bilan aytib obzor qilganim yaxshimi yoki narxsizmi? Shunchaki plus yoki minus deng. Minus desangiz narxsiz bo'ladi, plus desangiz narxi bilan bo'ladi. Hozircha narxi bilan obzor qilib turaman. Faqat kommentda fikringizni bildirib keting. Iltimos. Bir qadamligimiz $600, reja kami bor. Qassoblar uchun, hamma uchun eniga bo'ladi 2,5 metr, narxi bo'ladi $2800. Reja kami bor. Bu narxga ishonmang, siz bemalol yozing direktdan yoki telefon qiling. $1100 bo'ladi, 3 eshikli bo'ladi. Voy, mana buzib yubordim. 0 gradusgacha 2 eshikligi bor. $800, 850, 900, 950 ligi ham bor. Ikkitasi birda stol marazinlik tepasini bemalol go'sht po'sh chopsangiz ham bo'ladi. -25 gacha muzlatib beradi. Bu original sifat. Oldingi fuflo emas. Qassoblar uchun baliq, sut mahsuloti hamma yo'q uchun -10 gacha muzlatib beradi. Endi 160, narxi $1900. Buni 2,5 metrligi ham bor, 2 metrligi ham bor. Bittadan qoldi. Bundan ikkita qoldi. Vitrinamiz $1300, $2000. Eniga 180. Bunisi bor $1700, to'rtburchagi, dutisi $1800. Bunisi bor $2600. Eniga 180 bo'ladi. Bo'yi 145. Baga olomon bo'lgan modelimizdan 3 dona qoldi. Uzunligi 130, eniga 75. Narxi $820. Agar uchalasini oladigan bo'lsangiz, kelishamiz. Seryozni odamlar uchun seryozni model $1750 dan har bittasi. Ikkitasini olsangiz kelishamiz. 3400 ga 3350 qilib beramiz. Bu modelimiz ham to'rttaligida $1900 dan berib beramiz. Ikkitasi qolgan uzunligi 180. Men maqtaydiganim bu. Oynasi ham ochiladi, to'rt pirojniy, go'sht, baliq, nima qo'ysangiz bo'ladi. Tagida plus minusovoy marazinkasi bo'ladi. Narxi $2400 bor, keyin $2800 bor, eniga 2,5 metr. Buni yana aytdim mana. Aytaveraman, zo'r modellar. E'tiboringiz uchun, yozgan kommentariyangiz uchun rozi bo'lasiz. Katta rahmat. Narxlar bilan tanishtirganim sizga ma'qul bo'ldimi, yo'qmi? Kommentariyaga kiring, direktga yozing, spravka olib keling demadim. Dangal aytdim. Bizda konkret savdoda konkretniy bo'ladi hammasi.